Oxirgi paytlarda Abduqodir Husanovni maydonga tushmayotgani ko'pchilikni xavotirga solyapti. O'zi nima uchun Gvardiola Abduqodir Husanovni maydonga tushirmayapti degan savol ham bor. O'zi aslini olganda Pep Gvardiola Abduqodir Husanovga ishonadi. Ya'ni qaysi ma'noda uning texnikasiga, iste'dodiga, undan yaxshi zo'r himoyachi chiqishiga 100% ishonadi. Agar ishonmaganda, menimcha allaqachon uni yoki ijaraga yoki sotuvga qo'ygan bo'lardi. Chunki ko'ryapmiz, aynan Manchester City'dagi bir qancha futbolchilar, o'yinchilar ijaraga berilyapti, sotilyapti. Nimaga maydonga tushirmayapti desangiz, menimcha Gvardiola kutyapti. Ya'ni Abduqodir Husanovni o'zi xohlagandek himoyachi bo'lishini kutyapti. Bu albatta sekin-asta bo'ladigan jarayon va Abduqodir Husanov bilamiz, ko'proq markaziy himoyaga ixtisoslashgan, lekin Pep Gvardiola uni o'ng qanot himoyasida o'ynatib, ko'proq hujumda o'ynashni xohlayapti. Rotatsiya tufayli, umuman himoyachilardagi jarohatlar tufayli Abduqodir Husanov City'ga olib kelingan. Aynan o'sha holat bu yil ham takrorlanadi, chunki o'yinlar ko'plab musobaqalarda kurash olib boryapti City. Shu nuqtai nazardan nasib qilsa Abduqodir Husanov o'zini so'zini aytadi va City'dagi almashtirib bo'linmas futbolchiga, himoyachiga aylanadi. Sizning bu borada fikringiz qanday? Buni izohlarda yozib qoldiring.